Onam rahmatlini ruhi tinch bo'lsin. Qanaqasiga tinch bo'ladi, ha? Tirikligida qancha odamni qaqshatdi. Agar o'sha ishlarni qilmaganida, hozir bunaqa ishlar bo'lmagan bo'lardi. Sekro gapir. Bu nima deganing? Opa, yashirishni nima keragi bor? O'zi aslida onam o'sha ishlari bilan shug'ullanmasliklari kerak edi. Esingizda bo'lsa, rahmatli dadam bilan shu mavzuda qancha urushgan. Onam o'sha ishlarni boshlaganlaridan beri uyimizda halovat bo'lmagan. Bo'ldi qil. O'tgan ishlarni gaplashtirma. Odamlar bor pastda. Oyim shuni orqasidan pul topganlar. Esingdan chiqib qoldimi? Lekin odamlarni aldab pul topgan. Odamlarni zor qaqshatib, ularni bir tiyinlab topgan pullarni aldab-suldab undirgan. Siz shuni tushunyapsizmi, opa? Ko'chada meni ko'rgan hamma qo'lini bigiz qilib, ana, Roziya folbinning o'g'li kelyapti deb, onasi sehr jodu qiladi deb ko'rsatardi. Ular xavfli odamlar derdi. Oxirgi paytda ko'chada bosh ko'tara olmay qoldim. Shularni siz bilasizmi? Yo, bilmaysiz. Umuman bilmaysiz. Bilmaysizdimi? Men ham bilaman. Lekin doim onamning ishlarini hammadan yashirib kelganman. Sen-ku erkak kishisan, senga uncha bilinmaydi. Men ayol kishiman. Palonchini onasi issiq-sovuq qilar ekan, ilmi amal bilan shug'ullanar ekan degan malomatlar mana shu yerimga kelgan. Opa, onam bu ishlardan qaytar deb o'ylagandim. Hech bo'lmaganda Xudo andalik bo'lganlarida boshqa fol ochmaydilar. Odam qabul qilmaydilar deb o'ylagandim. Lekin afsus bunday bo'lmadi. Nima bo'lganda ham bu gunoh ishlar. Biz bilardik. Kichkina bo'lganimiz uchun onamga gap qaytara olmaganmiz. Asror. Lekin keyin ularni bu yo'ldan qaytarsak bo'lardi-ku. Qiyin edi, opa. Bekorga aytishmas ekanda. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deb. Bo'ldi. Nima bo'lganda ham endi hammasini esdan chiqarishimiz kerak. Opa. Lekin qabristonda bo'lgan voqeaga nima deysiz? Eshitgan quloqqa yaxshi emas. Odamni yuragi siqilib qoladi. Sen Gurgovdan xabar olgin, hammasini tezlashtir. Kech tushmasdan mayitni tezroq ko'mib yuborsin. Gapimga tushundingmi? Tushundim. O'zingni qo'lga ol.